Assalomu alaykum, efirda bugun yangiliklar dasturi. Assalomu alaykum. Kunning eng so'nggi madaniy ma'rifiy voqealari bilan sizni tanishtiramiz. 2026-yilning 5-avgust sanasi O'zbekiston kosmik sanoati tarixida muhim voqea sifatida qayd etildi. Xitoyning Shandun provinsiyasidagi Oriental Spaceport kosmodromidan Samarqand 2028 giperspektral sun'iy yo'ldoshi orbitaga muvaffaqiyatli uchirildi. Eng e'tiborlisi, sun'iy yo'ldosh bortiga ilk bor o'zbekistonlik muhandislar tomonidan ishlab chiqilgan sun'iy intellekt moduli o'rnatildi. Bu nafaqat mamlakatimiz ilm-fani, balki O'zbekistonning xalqaro kosmik hamkorlikdagi nufuzini ham yangi bosqichga olib chiqadigan tarixiy yutuqdir. Mavzu tafsilotlari Yusufjon Yunus lavhasida. Raketani uchishni boshladi. Hozir jarayon juda ham tezlashib ketib qoldi. 5-avgust kuni Xitoyning Oriental Spaceport kosmodromidan Samarqand 2028 giperspektral sun'iy yo'ldoshi muvaffaqiyatli fazoga yo'l oldi. Ushbu missiyani alohida ahamiyatli qilgan jihat esa sun'iy yo'ldosh tarkibiga o'zbekistonlik muhandislar yaratgan sun'iy intellekt modulining joylashtirilganidir. Bizda kosmik agentligi bor, lekin nega O'zbekistonda hali ham o'z sun'iy yo'ldoshi yo'q? Nimaga bizni fazogirimiz yo'q? Nega bizni kosmodrom yoki raketalarimiz yo'q hali ham? Iqtisodiy imkoniyatimiz yo'qmi degan savollar bo'lardi. Yo'q, iqtisodiy imkoniyatlarimiz yetarli O'zbekistonda, lekin shunda bir savol bo'lardiki, faoliyat boshlangan yildan agarda O'zbekiston o'zining ilk sun'iy yo'ldoshini koinotga orbitaga uchiradigan bo'lsa, u sun'iy yo'ldosh koinotga chiqqandan keyin 4-5 yil davomida faoliyat yuritadi va Yerga bizga qayta ma'lumotlarni taqdim etadi. Sun'iy yo'ldoshdan kelgan ma'lumotlarni biz qayta ishlab, qayergadir uni joriy qilishimiz kerak bo'lardi va hozirgi vaqtgacha O'zbekistonda kosmik soha bilan shug'ullanish, uni infratuzilmasi, kadrlar salohiyati bo'yicha hech qanday bir bazamiz yo'q edi va o'tgan vaqt ichida kosmos agentligi aynan mana shu bozorni O'zbekistonda yaratishga harakat qildi. Ya'ni mamlakatimizni muhim bo'lgan iqtisodiy tarmoqlari, bu ekologiya, geologiya, yer munosabatlari, suv xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va shu kabi juda ham muhim bo'lgan tarmoqlar uchun yerni masofadan zondlash texnologiyalari orqali davlat kosmik monitoring dasturini ishga tushirdi va shu dastur o'tgan 4-5 yil davomida qaysidir ma'noda o'zini oqladi. O'zbekistonlik muhandislar ishlab chiqqan sun'iy intellekt moduli ma'lumotlarni bevosita orbitaning o'zida tahlil qiladi. Natijada uzatilgan axborot hajmi sezilarli darajada optimallashtiriladi. Ma'lumotlarni qayta ishlash tezligi esa bir necha barobar oshadi. Xitoyning Starvision kompaniyasi bilan hamkorlikda O'zkosmos agentligi mana shu loyihani amalga oshirdi va biz bunda to'laqonlik shu hamkor sifatida ishtirok etdik. Bu O'zbekistonning sun'iy yo'ldoshi emas. Bu O'zbekiston yaratgan qandaydir bir raketa yoki boshqa qandaydir o'sha kosmik apparat emas, balki bu o'sha Xitoyning Starvision kompaniyasi tomonidan yaratilgan sun'iy yo'ldosh va bu sun'iy yo'ldoshning nomi Samarqand 2028 hamda shu bilan birgalikda ushbu sun'iy yo'ldosh uchun qaysidir ma'noda sun'iy yo'ldoshning yuragini, sun'iy intellekt modulini tarixda ilk bora O'zkosmos muhandislari o'zlari yaratishdi va u sun'iy yo'ldosh bortiga muvaffaqiyatli integratsiya qilindi. Samarqand 2028 nomi ham chuqur ramziy ma'noga ega. 2025-yilda O'zbekiston xalqaro astronavtika sohasida eng nufuzli anjuman xalqaro astronavtika kongressiga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritgandi. Natijada 2028-yilda ushbu yirik forum ilk bor Markaziy Osiyoda, aynan Samarqand shahrida o'tkaziladi. Aynan shu tarixiy voqeadan ilhomlangan xitoylik hamkorlar o'zlari yaratgan giperspektral sun'iy yo'ldoshga Samarqand 2028 nomini berdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Samarqand 2028 sun'iy yo'ldoshi avvalo qishloq xo'jaligini yuqori aniqlikda monitoring qilishga xizmat qiladi. O'simliklarning rivojlanishi, tuproq holati, namlik darajasi hamda hosildorlikka ta'sir qiluvchi omillar kosmosdan kuzatilib, sun'iy intellekt yordamida tezkor tahlil qilinadi. Bu esa resurslardan oqilona foydalanish, hosildorlikni oshirish va zamonaviy raqamli qishloq xo'jaligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.